قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 23-darsni o'qiymiz. Bugungi darsimizda sizlarga asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nunut tavkid, ya'ni ta'kidlash uchun keladigan nun. Ya'ni ta'kidlashningki nuni. Endi bu biz ismlik jumla oldiga inin akirib bir butun jumlani ta'kidlashni o'rgandik. Endi biz bugun ta'kidning nunini fi'li mudari va fi'li amrining oxiriga ulash orqali ikki fe'lni ta'kidlashni o'rganamiz. Endi ta'kidning nuni ikki xil bo'ladi. Birisi faqila, ig'ir deymiz, bu tashdidlik nunni ko'rsatadi. Ikkinchisi xafifa, yengil deymiz, bu sukunliq nunni ko'rsatadi. Demak, bu ikki xil nun fe'lning oxiriga qo'shilib, shu fe'lningki ma'nosini kuchaytiradi. Endi bu fe'lning oxiriga qo'shgan vaqtda qanday shaklda qo'shiladi deganda, masalan, fe'l amriningki izhab qo'shsak, ya'ni oxiri sukun o'qilgan fe'llarga deyli, meli fe'l amri olsun, meli fe'l mudari olsun. Sukun o'qilgan fe'l qo'shsak, oxiriga ig'ir nunni qo'shsak, bu sukun bu yerda zivarga mabni bo'ladi. Zivarga. Nima bo'ladi? Izhabga nunni qo'shsak, izhabanna bo'ladi. Izhab bag'in, izhabanna cho'qim bag'in. Ya'ni fe'lning ma'nosini kuchaytiradi. La tadhhab, ya'ni nahi fe'lningki oxirisi sukun qilinadi. La nahi bilan. Endi bu sukun qilingan fe'lning oxiriga nunni qo'shsak, yana o'xshashlar oxirisi nimaga mabni bo'ladi? Zivarga. La tadhhabanna bo'ladi. La tadhhab la tadhhabanna hargiz bormag'in. Tadhhabu barudu, ya'ni bu oxirisi pashk altidami zivarga mabni bo'ladi. Nima bo'ladi? Tadhhabanna. Endi ko'pligiga izhabu degan bu ko'pligiga ta'kidningki ig'ir, ya'ni tashliq nunni qo'shmoqchi bo'lsak, bunda voni tashlab o'tamiz. Nima uchun? Chunki bu tashdidmi bir sokinningki ikki qatim o'qilgan holati. Demak, bu yerda vo bilan ikki sokin birga kelib qoldi. Shunga bu voni tashlab o'tamiz. Nima bo'ladi? İzhabu ta'kidning nunni qo'shsak, izhabunna bo'ladi. Izhabunna. İkincisi la tazhabu. La tazhabu dedim, ya'ni o'xshashlar voni tashlab o'tib, uningdan keyin ta'kidning nunni qo'shamiz. La tazhabunna bo'ladi. Bu ko'plik shakli. Endi tazhabuna, tazhabuna. Endi buning oxirida nun bor. Buningga ta'kidning nunni qo'shsak, bu yerda ikki dona nun paydo bo'lib qoldi. Uningdan keyin biz bu nunni tashlab o'tdik. Bu nunni tashlab o'tgandan keyin bu yerda vo sakin, vo sakin bilan tashdidlik nunning sakin ikkisi birga kelib qoldi deb, bu voni tashlab o'tdik, nima bo'ldi? Tazhabunna bo'ldi. Demak, buningda oxirgi ban nima o'qildi? Pash o'qildi. İzhabu da izhabunna, la tazhabu da la tazhabunna, tazhabuna da tazhabunna. Barisi sizlar. Endi izhabi fe'l amr oyonliq shakli, ya'ni oxirida ya bo'lgan shakli. Undan boshqa la tazhabi muxatab oyonliq birlik shakli. Tazhabina muxatab oyonliq birlik shakli. Bu nahiy kelmagan shakli. Endi qaysi olsun oxirida ya bo'ladi ekan, buningdagi ya tashlanib zir holatda qo'shiladi. Masalan, izhabida sokin o'qilgan ya nab tashlab o'tamiz. Undan keyin tashliq nunni kiramiz, izhabinna bo'ladi. Ayol siz cho'qim biring degan bo'ladi. La tazhabi ba'man siz degan bo'ladi. Endi buningda ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, oxirgi bu sukunliq yani ib tashlab o'tib, uningdan keyin ta'kidning nunni qo'shimiz, la tazhabinna bo'ladi. Tazhabina endi muxatab ayolliq birlik shakli. Barisi siz. Endi buningda ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, ta'kidning nuni va buning oxiridagi nun bu yerda 3 dona nun birga kelib qolgan bo'ladi. Tashliq nuni 2 nunga hisob. Bunun 3 dona nuni birga kelib qolgan bo'ladi. Shuning uchun bu nunni ib tashlaymiz. Bu nunni ib tashlagandan keyin bu yerdagi tazhabinadagi ya sukun o'qildi. Bu sukun o'qilgan yani ib tashlab o'tamiz. Uningdan keyin ta'kidning nunni qo'shimiz, tazhabinna bo'ladi. Tazhabinna. Bu shunga o'xshash. Endi ikkilik shakllarga la tazhaba, ya'ni bu nahining kirishi bilan sukun alomatlash nun tushib ketdi. Bu yerda tushib ketmagan pashk holatida. Mayli nun tushib ketgan holatida bo'lsin, mayli nun tushib ketmagan holatida bo'lsin, buningdagi sukunliq alif tashlanmaydi. Ikkilikda sukunliq alif tashlanmaydi. Ya'ni buningga nun kelmoqchi bo'lsak, la tazhabanni bo'ladi. La tazhabanni. Ikkala barmanglar deb. Endi nun tashlanmagan holatida bu yerda bir dona nun bor. Biz tashliq nunni kelsak, bu yerda 3 dona nun paydo bo'lib qolgan bo'ladi. Ya'ni tashliq nunini 2 ga hisob, bu 1 jami 3 dona nun birga kelib qolgan bo'ladi.
Bunda holatda biz bu nunni tashlab etib, uningdan keyin akrimiz nima bo'ladi? Tazhabani bo'ladi. Mana shunga o'xshash. Endi naqis pillarda, ya'ni oxirida kesal harf bo'lgan pillarda qanday qo'shimiz deganda, endi biz naqis pillarningki sukunlik holatida oxirida kasallik harfni tashlab etamiz. Masalan, pil amrida, masha yamshida imshidagi yani tashlab etamiz. Da'ayada ud'udaki nasayan sadaki yani tashlab etamiz. Demak, naqis pillarda sukunlik holatda, ya'ni sukun o'qilishga tegishli bo'lgan yerda oxirdagi kasal harfni tashlab etamiz deganmiz. Endi biz bu ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lgan vaqtimizda biz ana tashlab etgan shu kasal harf qaytib keladi. Uningdan keyin ta'kidning nunni qo'shamiz. Masalan, imshi, mang degan gap. Endi fe'li amrning oxirisi sukunga mabni. Oxirisi kasal harf bo'lgan pillarningki mabnilikningki alomati oxirdagi kasal harfni tashlab etish. Endi biz ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, osh tashlab etgan yani akilib turib uningdan keyin qo'shamiz. Ya'ni yani akeldik nima bo'ldi? Imshiyanna. Imshiyanna. Mang degan gap. Endi la tansa buningdagi oxirdagi yani qanday qilayotgan? Tashlab etgan la nahining kirishi bilan kasal harf bo'lganlik uchun pil naqisda buningga ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, qaytirib akilimiz osh tashlab etgan yani nima bo'ladi? La tansiyanna. La tansayanna. Ud'u buningda oxirdagi vo degan kasal harfni tashlab etgan fe'l amrda sukunlik holatda buningga ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, voni qaytirib akilimiz ud'uwanna bo'ladi. Ud'uwanna. Endi oxirda nunun nisba qo'shilganlar qanday shaklda qo'shiladi deganda, buningga alifdan birini akib turib, uningdan keyin ta'kidning nunni qo'shamiz. Masalan, izhabna. Izhabna. Endi bu yerda nun ba, bu yerda nun ba, bu yerda nun ba. Nunun nisba. Buni tashlab etolmaydi. Endi buningni saqlab qolish uchun biz buning keyin alifdan birini akilib, uningdan keyin ta'kidning nunni qo'shamiz. Nima bo'ladi? Izhabna, izhabnan ne bo'ladi? La tadhhabna, la tadhhabnan ne bo'ladi? Tadhhabna, tadhhabnan ne bo'ladi? Demak, bu yerdagi nunni biz saqlab qolamiz. Alifdan birini akilish orqali. Demak, endi ta'kidningki nunning qo'shilish ahvoli shu. Bugungi darsimizdagi asosli o'rgatmoqchi bo'lgan mazmunimiz shu. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda bu ta'kidning nunini aytib ko'p uchraydi. Sizlar bunga diqqat qilasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu ath-thalithu wath-thalathun. 33-dars. Al-mudarris o'qituvchi. Ya Ahmad, hal taftahanna an-nawafidha wal-bardu shadid? Ahmad, derizini açamsiz, hava soğuk tursa, yani hava soğuk, siz derizini açamsiz, hava vel bardu. Bar degan gap so'q degan gap. Bu yerda havoni maqsad qilmoqchi. Barning o'zi so'q degan gap. So'q qattiq tursa derizini açamsiz. La taftahannaha illa an-nafidata as-saghira. Açmang uni kichik derizadan boshqa. Ya'ni kichik derizadan boshqasini ochmang. Halla tunazzifunna as-sabburata ya ikhwan. Qarindoshlar, doskini tozalasanlar bo'lmamdi? Halla. Tahziz degan, ya'ni qiziqtirish. Qarindoshlar, doskini tozalasanlar bo'lmamdi? Uridu an aqula lakum shay'an muhimman fastami'unna ilayya. Sizlarga muhim bir narsa deyishni, uridu an aqula deyishni xohlayman. Fastami'unna ilayya. Menga quloq solinglar. Inna min ahammi vajibatil muslim ad-da'vata ila Allah. Musulmonning muhim vajibat degan majburiyat degan gap. Musulmonning muhim majburiyatlaridan biri Allohga da'vat qilish. Qala azza va jal, dedi Alloh azza va jal, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Kuntum idinlar sizlar khayru ummat, yaxshi bir ummat idinlar. Ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Kishilar uchun chiqarilgan, yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan cheklab, Alloh ishini degan yaxshi bir ummat edinglar. Demak, yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan cheklash, Allohga ishonish bu bir yaxshi ummatning sifati, Qur'onda bayon qilingan. Va dedi Alloh azza va jal, "Va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allohi va amila solihan va qala innani minal muslimin." Va man ahsanu, kim go'zalroq, kim yaxshiroq, kim chiroyliroq qawlan so'z jihatda. Qawlan so'z jihatda mimman da'a ila Allohi va amila solihan. Allohga chaqirgan kishidan
va amila soliha yaxshi amal qilgan va dedi innani minal muslimin. Men musulmonlarning qatoridan degan kishidan bu so'z jihatdan kim chiroyliroq? Allohga chaqirib, yaxshi amalni qilib, men musulmon degan odamdan bu so'z jihatda kim yaxshi? Demak bu oyat bu da'vatchininki fazilati haqida kelgan. Fa alayna an nad'u an-nasa ila dinillah. Alayna degan gap bizga kerak degan gap. Fa sababiyat uchun keladi. Shuning uchun alayna an nad'u an-nasa ila dinillah. Allohning diniga kishilarni chaqirishimiz kerak. Wallahi la ad'u an-nasa ila dinillahi fi baladi. Alloh bilan qasam, yurtimda Allohning diniga kishilarni chaqiraman. Wallahi la anshuranna al-islam fi baladi. Alloh bilan qasam, yurtimda islomni tarqitaman. La anshuranna qalama. Fe'l mudari'ning oxiri tashu qilgan holatda ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, zivar qilib qo'shatdik. Shundaqo. Anshuru fe'l mudari' mutakallim. Endi buningga ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, anshuranna. Anshuranna. Bedeki la anshuranna deb keldi. Bu qasamning javobi olganlik uchun. Yurtimda islomni tarqitaman. Bu ta'kidlangan shakli. Wallahi lanuharibanna ash-shirka wal bid'ata fi baladina. Alloh bilan qasam yurtimizda bid'at va shirkka urush qilaman, urush ochaman. Wallahi la natrukal kuffara yanshuruna dinahum fi biladil muslimin. Alloh bilan qasam musulmonlar yurtlarida kafirlarni dinlarini taqitishga tashlab qo'ymayman. La natruka tashlab qo'ymaymiz. Wallahi la sawfa uallifu kitaban bil lughati al-ingliziyyah li sharh ta'alim al-islam. Alloh bilan qasam islom ta'limotini tushuntirish uchun ingliz tilida kitoblarni yozaman, uallifu tuzuman degan gap. La sawfa pat yaqinda islom ta'limotlarini tushuntirishninki ingliz tilidagi kitoblarini tuzuman. Barakallohu fikum va waffaqakum lima fihi khayrul islami wal muslimin. Alloh sizlarga barakat ato qilsin va muvaffaq qilsin sizlarni uningda islom va musulmonlarga yaxshilik bo'lgan narsaga. Wa'lamu anna Alloh subhanahu va ta'ala 'allamana at-tariqata as-sahiha lid-da'wah. Bilib qo'yinglar, Alloh subhanahu va ta'ala bizga da'vatninki to'g'ri yo'lni o'rgatdi. Izqal dedi: "Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izati al-hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Bu da'vatdagi tutmang'ishlik bo'lgan yo'l. Alloh bizga Qur'onda ko'rsatgan yo'l. Ud'u ila sabili robbika bil hikma. Robbingning yo'liga hikmat bilan, ya'ni tadbir bilan chaqirgin. Wal maw'izati al-hasana va go'zal nasihat bilan chaqirgin. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ang go'zal bo'lgan so'zlar bilan munozirlashgan. Fa alayna an nattabi'a hadhihi at-tariqa. Shuning uchun bu yo'lga ergishishimiz kerak. Alayna degan gap kerak. Wallahi lanuhibbuka ya ustaz fa innaka la murabbin azim. Alloh bilan qasam, ey ustoz, seni bak yaxshi ko'ramiz. Chunki sen cho'ng, buyuk bir murabbiy, tarbiyachi. Jazakallohu anna ahsanal jaza. Alloh sizni bizdan yaxshi bir mukofotlar bilan mukofotlasin. Iqra'il ayati ya Abdullah. Abdullah oyatlarni o'qing. Ba'da al-isti'azati wal basmala, a'udhu billahi va bismillahdan keyin ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Allah'ın yolunda öldürülgen kişilerini guman qilmanglar, amvat, ölük deb guman qilmanglar. Bel ahya, belki ular tirik Rabbinin qaşida. Yurzaqun, rizq beriladi. Ve la yansurannallaha men yansuruh. Elbet yardım beridu Allah Taala. Bir kişiga yardım berdi o kişi Allah Taalaga. Yani Allah'a yardım bergen kişiga yardım berdi. Allah qanday yardım beramiz? Onun diniga yardım bergan. Shu orqali. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Eğer imma demek ki şart manisi var. Eğer yetse sizin qaşınızda qiyliq yasa, yani atanızga qiyliq yasa, ahaduhuma onun birge, atanızın birge qiyliq yasa, أو كلاهما yak ikkisi qiyliq yasa, qilib qolgan bo'lsa sizin qaşınızda فلا تقل لهما أف. Herkes demen o işkisке uffin. Toydum. Ziriktim degan o'xshash degan so'z degan ma'noda bu. Ziriktim degan o'xshash gapni qilmang.
ولا تنهرهما وأولان سلكمن وقل لهما قولا كريما وأشكسك güzel sözlerini kılın. اقرأ الحديث يا هشام. هشام حديث نقوم عن البراء بن عازب قال براء بن عازب تنددي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل التراب وهو يقول Gördüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni Xandaq günüste topunu yötküvatıdı. Yani topunu yötküvatkan halat gördüm. Ve huve yakul o mundaq davatıdı. Xandaq günüste Resulullah'mış Xandaq ulaşın topunu yötküvatkan halatta o mundaq davatkanı görüptü. Wallahi lawlallahu mehtedeyna ve la sumna ve la sallayna فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا إذ أرادوا فتنة أبينا. Allah olan qasam lawlallah Allah bo'lmagan bo'lsa mahtadayna hidayat topmaydik. Wala sumna wala sallayna ro'za tutmaydik, namoz o'qimaydik. Fanzilan tushirgin bizga. Fanzilan bunda yangilatilgan ta'kidning nuni bor. Fanzilan asli fanzil tushirgin bizga bir oromatchilikni, xotirjamlikni va sabbitil aqdam va qadamlarimizni mustahkam qilgin illa qayna agar biz uchrashsak, ya'ni dushmanlar bilan uchrashsak. Val mushrikuna qad baghaw alayna va mushriklar bizga tajovuz qildi. Iza aradu fitnatan abayna bizga fitnani maqsad qiluvdi abayna unumudiq. Demak bu Rasululloh o'qigan she'r. Iqra'il bayta ya William. William she'rini o'qi. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. Agar yollasının tişlerini aşkar boğan halatda görsen, إذا رأيت. Agar yollasının tişlerini aşkar boğan halatda görsen, فلا تظنن أن الليث يبتسم. Her gözüm oylab qalmagın yollas təbəssüm qılıyıbdı deb oylab qalmagın. Demek yollasınınki, belki leys degan yollas degan gap yollasının tişlerini aşkar boğan halatda görsen, man külüvat qavşaydı deb qalmagın. Bugünkü dersimizdeki tekst müşahede ahırlaştı. Hem de biz künükmelerini işleyimiz. Birincisi la tahsabenne. Hem de bu la tahsab asli. La tahsab. Ahırga nima qo'shildi? Nun qo'shildi. Hadihi nunut tevkid thaqila. Bu ig'ir ta'kidning nuni. Varid tevkid nun ukhra. Ta'kidninki yana bir nuni ba, u bo'lsa yengil ta'kidninki nuni. Nunut tevkid khafifa. فأنزلن سكينة علينا. Tushirgin bizga xotirjamlikni. Endi diqqat, biz fe'lni kuchlantirmoqchi bo'lsak, ig'ir yoki yengil nunni akirish orqali kuchlantiramiz dedik. Endi fe'l 3 turlik bo'ladi. Fe'l madi, fe'l mudari, fe'l amri. Bu ta'kidning nuni orqali 3li fe'l ta'kidlanadi deganda yo'q. Bunda faqat fe'l mudari va fe'l amr ta'kidlanadi. Fe'l madi ta'kidlanmaydi. La yuakkadu fe'l madi deydi. Fe'l madi ta'kidlanmaydi. ويؤكد المضارع والأمر. مضارع وأمر ta'kidlanadi. Endi buningki ta'kidlangan vaqtida, ya'ni ta'kidning nuni qo'shgan vaqtimizda oxirining qanday o'qilish ahvoli biz buni darsning boshida so'zlagan. Diqqat. Birinchidan ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, qo'shmoqchi bo'lgan fe'lning oxirisi zir o'qilgan holatda qo'shiladi. Bu qanday fe'llarningki pash o'qilgan fe'lningki, ya'ni mutakallimningki pash o'qilgan fe'lningki va mayli mutakallim emas, muxotabningki. Muxotabning pash o'qilgan holatida biz ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, zibarga o'zgartib qo'shamiz. Ikkinchidan sakin o'qilgan, sukun o'qilgan, mayli mudori bo'lsin, mayli amr bo'lsin, sukun o'qilgan holatdagi fe'lga biz ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, zibarga o'zgartib qo'shamiz. Masalan, izhab sukun o'qildi, la tazhab sukun o'qildi, tazhabu pash o'qildi. Tazhabuga o'xshash, azhabu shunga o'xshash, yadhhabu shunga o'xshash. Demak, pash o'qilgan va sukun o'qilgan fe'llarga ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, yubna akhiruhu ala al-fath deydi. Oxirisi pashga mabni qilinib, undan keyin qo'shiladi. Masalan, izhabka izhabanna, la tazhabka la tazhabanna, tazhabu va tazhabanna bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, endi oxirida sokinlik vo bo'lgan izhabu deganga o'xshash, la tazhabu deganga o'xshash va oxirida pashlikning alomatiga nun bo'lgan, tazhabuna deganga o'xshash pashlikning alomati bo'lgan nun sabit bo'lgan bu fe'llarga biz ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, oxirsini pash holatda qo'shamiz. Masalan, izhabunna, la tazhabunna, tazhabunna deganga o'xshash.
Yani izhabu da bu yerdeki vo çıkıp gidiyor. Çıkıp gidiyor vovul jamaa iki sakinning uçuşup qolganligi uchun. İzhabu degan vo bir sakin, tashliq nun musakinga tava. Demak bu yerda iki sakin bir kelib qoldi. Shuni voni tashlab to'xtaymiz. Asli izhabun shunda bu yerda vo bilan nun bir kelib qoldi. Endi la tezhabun, la tezhabun. La tezhabun shunga o'xshash. Endi tezhabuna da bunda nundan birisi var. Biz ta'kidning nunni kelsak, bu yerda orqa-marqa nun kelib qolgan bo'ladi. Tashlandi nunur raf'a. Pashlikning nuni bu yerdagi tezhabunadagi litavalil amsal. Nunninki orqa-marqa kelib qolganligi uchun tushunsanlar bo'ladi. İzhabi, la tezhabi, tezhabina. Demak, oxirida sukunliq yo bo'lgan fe'lga ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, shu sukunliq yoni tashlab etib, zir holatda qo'shamiz. Masalan, izhabiga, la tezhabiga. Tezhabina demo nunni tashlab etamiz, bu yerda orqa-marqa nun kelib qolganligi uchun. Unda bu nunni tashlasak, buning oxirisi ya bilan ayg'lashgan bo'ladi. La tezhabina oxirisimi ya, izhabina oxirisimi ya. Demak, bunda oxirisi ya, mayli fe'l mudori bo'lsin, mayli amr bo'lsin. Oxirisi ya bilan oxirlashgan bo'lsa, buningda oxirgi yonni tashlab etib, uningdan keyin ta'kidning nunni qo'shamiz. İzhabi, izhabinna, la tezhabi, la tezhabinna, tezhabina, tezhabinna bo'ladi. Endi ikkilikka izhaba, izhabanni, izhaba, la tezhaba, tezhabani. Demak, pashlikninki alomati bo'lgan nun bo'lsin yoki nun bo'lmasin. Ikkilikka eliftin kin eklamiz. İzhabanni, la tezhabanni, tezhabanni deganga o'xshash. Endi bunda ta'kidning nuni zir o'qib to'xtaymiz. Tezhabanni. Undan keyin oxirida ayollikning nuni bo'lgan fe'llarga biz oxirdagi ayollikning nunini saqlab qilish yuzidan elifdan keyin undan keyin ta'kidning nunini eklamiz. Masalan, izhabna, la tezhabna, tezhabna. Bu fe'llarga biz ta'kidning nunini eklemoqchi bo'lsak, izhabnani, la tezhabnani, tezhabnani deb elifdan keyin eklamiz. Endi oxirida naqs fe'llarga, ya'ni oxirida kesel harf bo'lib, biz sakinlik holatda tashlab etgan fe'llar var. Masalan, imshi asli oxirida ya va imshi degan fe'l amr sakin o'qilishga tegishlik. Oxirida kesalar bo'lib qolsa, sakin o'qiladigan yerda shu kesalar tashlanadi degan biz. Endi biz bunda fe'llarga ta'kidning nunni qo'shmoqchi bo'lsak, shu tashlab etgan kesalar harfni ekib turib, undan keyin qo'shamiz. Masalan, imshiga imshiyanna. Turaddu lamul fi'lan naqis inda al-huquq nun at-takkid. Naqis fe'lninki lami qaytariladi deydi. Lami degani oxirgi harfi qaytariladi, ta'kidning nuni qo'shilgan vaqtda. La tansa. Demak bu nahining lasimi oxirini sukun qiladi. Tansa degani oxirgi kesalar bo'lg'achqa shu sukunlikqa alomat bo'lish uchun kesalar harf tashlanib ketgan. Endi buni umum ta'kidning nuni qo'shmoqchi bo'lsak, shu tashlanib ketgan kesalar qaytib kelib, undan keyin qo'shamiz. Masalan, la tansa yanna. Ud'u ud'uwanna. Shunga o'xshash bo'ladi. Demak, bugungi darsimizdagi asosli grammatika shu. Endi siz buni tushungan bo'lsanglar, tuandagi fe'llarni ig'ir ta'kidning nuni bilan ta'kidlang deydi. Ya'ni tashdidliq ta'kidning nuni bilan ta'kidlaysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Masalan, ukhruj. Endi buni ta'kidning nuni qo'shmoqchi bo'lsak, qanday qo'shamiz? Oxiri sukunliq fe'l bo'lib qolsa, zavarga mabni bo'ldi degan. Shundaqmi? Ukhrujanna. Chiqing degan bo'ladi. Udkhulu. Endi oxirida sukunliq vo ekan. Shundaqmi? Ko'plik shakl ekan. Bunda bo'lib qolsa, bu voni tashlab etib, uni degan qo'shatdik. Udkhulunna. Ijlisi oxirida ya bo'lib qolsa qana qiladiq? Yoni tashlab atadiq. Unda bo'lsa ijlisinna bo'ladi. Ishraba ikkilikda shu petakrimiz, lekin ta'kidning nuni ziro qiladi. Ishrabanni. Uktubna oxirida ayollikning nuni, ya'ni nunun nisba bo'lib qolgan fe'llarda bu nunun nisbani saqlab qolish uchun keyindan alifdan birini akilib, uningdan keyin qo'shatdik. Ta'kidning nuni buningdan ziro qiladi. Nima bo'ladi? Uktubnanni. Shunga o'xshash. Endi ijri bu naqis fe'l oxirida tashlanib ketgan oxirgi harfi bor. Buningga ta'kidning nuni qo'shmoqchi bo'lsak nima deymiz? Ijriyanna. Ya'ni jaro yajri. Shunda oxirgi tashlanib ketgan yonni akib turib, uningdan keyin qo'shamiz. Ijroyanna bo'ladi. La tabki la tashuk qolganni o'zinglar kirgizib boqinglar. Ikkinchisi mavadi'u tawkid al-fi'l bin-nun deydi. Nun bilan fe'lni ta'kidlashning o'rinlari. Qanday yerda ta'kidlanadi deganda,
Birinchidan fe'l amri. Fe'l amrini yajuz tawkiduhu mutlaqan. Mutlaqni ta'kidlash to'g'ri. Xoligan vaqtda ta'kidlasak bo'ladi. Masalan, ukhrujanna deganga o'xshash. Ikkinchisi fe'l mudari. Endi fe'l mudari'da ta'kidlash to'g'ri bo'ladigan, ya'ni ixtiyoriy ta'kidlasak ham bo'ladigan, ta'kidlamasak ham bo'ladigan o'rin bor. Cho'qim ta'kidlashga tegishli o'rin bor va ta'kidlashga bo'lmaydigan o'rinlar ham bor. Birinchidan yajuzu tawkiduhu. To'g'ri bo'ladi ta'kidlash agar talabiy bo'lib qolsa. Ne fe'l talabiy bo'lib qolsa. Fe'l talab degan nima edi? Nafini, nahini, istifhamni o'z ichiga olgan. Nafini, nahini o'z ichiga olgan fe'l bo'lib qolsa, ta'kidlash to'g'ri, ya'ni ixtiyoriy. Wala tahsab, wala tahsabanna. Demak, bu yerda nahini o'z ichiga oldi. Unda bo'lsa bu yerda talabiy, bundaq talabiy fe'lni nunga kirib ta'kidlasakmi bo'ladi, ta'kidlamasakmi bo'ladi. Liyajlisanna bu amr shundaqo, amrini nahini istifhamni o'z ichiga olgan bo'lsa, shundaqo. Liyajlisanna ultusun har bir o'zining o'rnida. Demak, bu talabiy bo'lganlik uchun ta'kidladik. Atusafiranna wa anta marid. Siz kasal turib safar qilamsiz. Bu istifhamni o'z ichiga olganlik uchun bu yerda ta'kidlasak bo'ladi. Chunki bu talabiy fe'l. Halla tajtahidanna faqat iqtarab al-imtihan. Tirsangiz tirsangiz bo'lmamdi, imtihon yiqilishib qoldi. Demak, bu yerda talabiy. Chunki halla degan bu talabiy bo'lganlik uchun buningda ta'kidni kirgizsak bo'ladi. Endi ikkinchisi ta'kidlash vojibga yaqin. Ta'kidlash kerak, ammo cho'qim ta'kidlamasak bo'lmaydi degan olmaydi. Lekin shu ta'kidlash vojibga yaqin yaba. Uni ta'kidlash vojibga yaqin. Qanday vaqtda agar immadan keyin shart ulab tushsa, ya'ni fe'l mudari immadan keyin fe'l shart ulab tushsa. Wa hiya in ukidat bima deydi. Bu immaning aslisi in, shartning ini. Bu ma bilan ta'kidlangan, ortiq ma bilan ta'kidlangan imma, asl in degan gap. Ya'ni immadan keyin yablug'a degan bu fe'l talab bo'lib tushdi. Bunda vaqtda ta'kidlash kerak. Keskin ta'kidlamasak bo'lmaydi demaymiz, lekin ta'kidlash kerak. Vojibga yaqin degan gap shu. Uchinchisi yajibu tawkiduhu. Cho'qim ta'kidlashga tegishli o'rin bor. U qaysi? İza waqa'a javoban lil qasam. Qasamga javob bo'lib qolsa, cho'qim, ya'ni fe'l mudari qasamga javob bo'lib qolsa. Qasamga javob bo'lib qolsa deganimiz, ya'ni Alloh bilan qasam dedik. Nimaga qildik bu qasamni? Javobi nima? Munda ish qitma. Degan vaqtga shu fe'lga, ya'ni qasamga javob bo'lib kelgan fe'lga ta'kidni qo'shish vojib. Va zalika bi thalatha shurut deydi. Endi buning 3 dan sharti bor. 3 shart ahval ostida. 3 shart ostida uning ikin vojib. Bu shartning birinchisi musbat bo'lish kerak. Bu qasamning javobi musbat, ya'ni bo'lishlik bo'lish kerak. İkincisi mustaqbal, kelgusi zaman bo'lish kerak. Uchinchisi qasamninki javob qasamning javobininki lamidan ayrilib ketmagan bo'lish kerak. Ya'ni odatda qasamning javobi lam agishib kiradi. Shu lam fe'l agishib kiradi. Shu fe'l bilan qasamning javobiga kiradigan shu lam ayrilib ketmagan bo'lsa, bir fasil bilan ayrilib ketmay bilib kelgan bo'lish kerak. Agar bu shartlardan birisiga xallal yetsa, bu ta'kidlash vojib bo'lmaydi. Masalan, vatallohi laakidanna asnamakum. Alloh bilan qasam laakidanna. Qaranglar bu yerdagi laakidanna degan bu fe'l mudoriqqa ta'kidning nunni qo'shiq. Chunki nima ishqa bu yerda vojib. Uch shartning hammasi shu demav. Birinchidan musbat bo'lishliq shundaq-ku. Ikkinchidan kelgusi zamanni bildiradi. Uchinchidan g'ayri mafsul. Ya'ni bu laakidandagi lam bilan bu fe'l ayrilib kelmagan. Bu shunga o'xshash. ولا يجوز توكيده إذا فقد أحد هذه الشروط. Mushu shartlarning birisi yo'qolsa, uni ta'kidlash to'g'ri emas. Masalan, vallahi la akhruj. Buni ta'kidlasak bo'lmaydi. La akhruj degan bu qasamning javobini ta'kidlasak bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki bu musbat emas, bo'lishlik emas. Likawnihi manfi. Vallahi la uhibbuka. Alloh bilan qasam, sizni yaxshi ko'rmaydi desak, buniki yaxshi ko'rmaydigan gap emas bu. Cho'qim hozir yaxshi ko'rmaydigan gap. Buni ta'kidlasak bo'lmaydi. Nima ishqa? Bu mustaqbalni bildiradi. Likawnihi lil hal. Hozirni bildirganlik uchun. Vallahi la ilal mudiri ashkuk. Alloh bilan qasam, mudirga chaqaman. Endi buni ta'kidlasak bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki qasamning javobiga kiradigan lam la ilal mudir degandagi iladagi lam ashkuk degan javobga kirmay
ayrılıp ketgan. Yani ila degan bilan javob bilan bu lam qanday qilib ketgan o'tirsa ayrılıp ketgan. Asli vallahi la ashkuka deb bu javobga kirish kerak. Unda bo'lmay javob bilan bu lam ayrılıp ketdi. Ilal mudir o'tirishga kirib oldi. Buni da ta'kidlash to'g'ri emas. Likawnihi mafsulan min lamil javob. Javobning lamidan ayrılıp ketganligi uchun bu yerda ta'kidlash to'g'ri emas. Endi buni tushungan bo'lsanglar, istakhrij min ad-dars ma warada fihi min amsalati tawkid al-fi'l bin-nun. Nun bilan ta'kidlangan fe'lning misollarini darsda kelganlarini chiqaring. Ya'ni ta'kidning nun bilan ta'kidlangan fe'llarni darsdan chiqarasizlar. Bu sizlarga topshiriq. Vazkur ma wajaba fihi at-tawkid wa ma jaz. Va so'zlang uningda ta'kidlash vojib bo'lgan va to'g'ri bo'lganlarini so'zlang. To'rtinchisi tamrinu shafaviy ig'zoki mashiq. Yaqulu talib li akhar o'quvchi yana birga deydi, la taf'al kaza. Munda qilma deydi, fayaruddu alayhi qa'il. Uningga mundaq deb javob berdi. Vallahi la af'alanna kaza. Alloh bilan qasam, mushundaq qilma deydi. Demak, qasamning javobiga ta'kidning nunni qo'shib, unga javob qaytaradi deydi. O'zaro qilib baqsanglar bo'ladi. Thumma yaqul andin keyin dedi if'al kaza. Mundaq qil deydi va uningga mundaq deb javob qaytardi. Vallahi la af'alu kaza. Mundaq qilmayman deb. Ikkilisida qasam bilan javob qiladi. Yuqorida qasam bilan bo'lishliq shaklda javob qiladi. Bo'lishliq bo'lsa, kelgusi zaman bo'lsa, javobning lami bilan javob o'rilib ketmagan bo'lsa, buni ta'kidlab ekanamiz. La af'alanna deganga o'xshash. Buningga o'xshash manfi, musbat bo'lmay manfi bo'lib qolsa, buni ta'kidlamay ekanamiz. Bunun misali la tajlis huna. Bu yerda o'ltima dedi. Misali, shunga o'xshab tursanglar bo'ldi. La tajlis huna desa, vallahi la ajlisanna huna. Alloh bilan qasam mishadi cho'qim o'ltirma. Buni ta'kidladik. Chunki buning 3 shartning hammasi tepiladi. Musbat, ya'ni bo'lishliq, kelgusi zamanni bildiradi. Shundaqla javobning lami bilan javob o'rilib ketmagan. Javobning lami ikkisi birga kelgan. Ijlis huna, bu yerda o'ltir. Vallahi la ajlis huna. Alloh bilan qasam bu yerda o'ltirmayman. Mana bu yerda manfi bo'lib qoldi, shunga bu yerda ta'kidlamadik. Shunga o'xshash tuzasizlar jumlani. Beshinchisi ij'alil fi'la fi kulli jumlatin mimma ya'ti javoban lil qasam. Tundagi hamma jumladagi fe'lni qasamga javob qiling va g'ayyir ma yulzimu deydi. Va lozim qildigan yerlarni o'zgarting deydi. Birinchisi ajtahidu min al-usbu'il qadim deydi. Kelar haftadan boshlab tirishiman deydi. Alloh bilan qasam, kelar haftadan boshlab tirishiman demak o'zaqdan deymiz. Vallahi la ajtahidanna. Vallahi qasamni akalimiz, uningdan keyin bu ajtahidu degan fe'lni biz qasamning javobi qilamiz. Qasamning javobi qilgan ekanmiz, buning boshiga javobning lamini akalimiz. La ajtahidan deb. Uningdan keyin bu yuqorida so'zlangan 3 shartga tushganlik uchun o'zi bo'lishliq bo'lganligi, mustaqbal bo'lganligi, javobning lami bilan javob olib kelmaganligi uchun buni ta'kidlab akalimiz. Vallahi la ajtahidanna min al-usbul qadim. Alloh bilan qasam, kelar haftadan boshlab chuqum tirishman. Ikkinchisi la udakhinu. Tamaki chekmayman. Alloh bilan qasam tamaki chekmayman demak o'zaqni deymiz. Bu jumlani bo'lishsiz. Buni ta'kidlaga olmaydi. Nima deymiz? Vallahi la udakhinu. Buni ta'kidlamaymiz. Chunki bu bo'lishsiz. Qolganda mushu bo'yicha o'zinglar ishlab boqinglar. Oltinchisi uffin. Endi bu yuqoridagi oyat karimada chiqdi. Bu ismi fi'l. Atabajjaru degan ma'nodagi fi'l mudori ismi fi'l. Ya'ni zirikdim degan gap. Atabajjaru degan zirikdim degan ma'nodagi ism fi'l. Ism fi'l degani nima edi? O'zi ism, ma'nosi fi'l. Fi'l ma'nosi bu. Yettinchisi tuandagi fi'llarningki amr va mudorisini keltiring. Nashara, haraba, jadala, baga, nahara. Tekstda buning tarjimasi chiqdi. Buning mudorisini keltirasizlar. 8-si bal ahya, ya'ni balki ular tirik. Bal hum ahya. Balki ular tirik degan gap. Endi bal qaranglar. Bu cümlenin beşide kelib, odatda bir mustaqil cümlenin beşide kelib, ikki xil ma'noni ifodalaydi. Birisi yuz o'rishni ifodalaydi. Yuz o'rish. Yana birisi yuz o'rish deganlik, bu yuz o'rish deganlikni ikki xil bo'ladi. Birisi butunlay beshlikdan bikoch qilib beshni yuz o'rish. Yana birisi yo'tkirish xarakterlik yuz o'rishni ifodalaydi. Buni tuandagi oyatdan ko'ramiz.
Bunun ilgili bir misal keltirip koyayım. Mesela uridu ma'en la uridu ma'en bel şay dedim. Bel şayen. La uridu ma'en bel şayen. Su lazım emas, belki çay lazım dedim. Bu cümlede ben sudan qanday qildim? Yüz ördüm. Sudan yüz ördüm. Ben fakat baka çıkıp sonra onundan keyin yüz ördüm. Yani biz idrabul ibtali deymiz. Deydi iza ja'at bel qabla'l cümle. Eğer bel cümleden ilgari kelsa, o harfi ibtida bo'ladi. Başlash harfi bo'ladi. Bu idrabni ifodalaydi, yüz örüşni ifodalaydi, yüz örüşni. Endi yüz örüş ya imma ibtali ya baka chiqilib o'tib yüz örüş bo'ladi. Xuddi oyatdagidek. Masalan bel ahya. O Allah yo'lda o'ldirgan kishilarni sizlar o'lik deb qaramanglar. Belki ular tirik. Yani ularning o'lik ekanligini baka chiqaradi Alloh taolo. Demak ular tirik dedi. Buni biz idrabul ibtali deb ataymiz. Bika chiqilib yüz örüş. Ve imma intiqali ve yetkilish xarakterlik yüz örüş. Bu bel tu'thirunal hayatad dunya. Yani oyatning boshida qad aflaha man zakkat deganga o'xshash oyatlar keraklik. Undan keyin sizlar belki sizlar hayot dunyoni yaxshi ko'rsizlar deb bu ilgarikisini butlay baka chiqarish emas. Ana shundan yetkilish xarakterlik yüz örüş deymiz. Bunun misallarına ait ko'p. Bundan keyin o'z navbatida yana tushuntiramiz buni. Demak, bel sizlar yüz örüş nazardan saqit qilishni ifodalaydi deb tushunsanglar bo'ladi. Do'stlar, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.